Xo'p, bizga kerakli bo'ladigan narsalar: pershatka, tozalovchi, kley ko'chiruvchi suyuqlik. Bu ikkinchi teri hosil qiladi. Ya'ni sepganingizda yumshoq, yengil qatlam hosil qiladi. Xo'p, baryer krem, germetik, urapriyomnikni qopchasi yoki bo'lmasa kolopriyomnik qopchasi va adapteri. Biz hozir bunda ikki komponentli kolopriyomnik ishlatishni o'rganamiz. Bir komponentli bo'lganda ikkalasi bitta holatda bo'ladi, kompleks holatda, farqi yo'q. Xo'p, qo'shimcha yarim oy sonli lentalar bu sizga uzoqroq muddatga ushlab turishga yordam beradi. Birinchi qiladigan ishimiz, taxminan bu qog'ozni terib tasavvur qiling. Bu hozir yopishtirilgan kolopriyomnik, kley ajratuvchi sprey. Kolopriyomnik olasiz, sekin yondan ajratib kelaverasiz. O'shanda har bitta kleyni tolalari qolganda sepasiz, sekin tolalarni ajratib beradi. Sekin ajratasiz. Bu teridan ajratdingiz, suyuqlik yordamida dokani namlaysiz, hozir shu doka yordamida ajratib chiqasiz. Namlaysiz. Keyin qoldiq axlat yoki qoldiq kley mahsulotlarini shuni tozalab olsangiz bo'ladi. Stoma atrofini. Bu ichakka tegsa ham zarari yo'q, mutlaqo zararsiz bo'ladi. Undan keyin terini biroz ishlov berish uchun, terini oziqlantirish uchun baryer kremdan foydalansa bo'ladi. Bundan foydalanish juda oddiy, yengil siqib olinadi va stoma atrofi terida ishqalanadi. Terida yaxshi so'riladi, o'sha uchun uzoqroq muddat xuddi massaj qilganda ishqalab turilsa, terida iz qoldirmaydi va yaxshi so'riladi. Mayda-mayda qizarishlar tez bartaraf etadi. Agar siz o'sha kremni ko'proq surtib, namligini saqlanib qolganini sezsangiz, o'sha marlida sekin ustini yengil tozalasangiz bo'ladi. Teriga biroz dam beramiz. Agar axlat chiqadigan bo'lsa, shuni tozalab tursangiz bo'ladi. Bundan keyin ayniqsa sezuvchanligi yuqori terilar bor. Chunki uzoq muddat kolopriyomnik turgandan keyin terini sezuvchanligi juda yuqori bo'ladi. Sal axlat desa ham qizarib qoladi. Vторая кожа degan sprey bor. O'sha qatlamni hosil qilsak bo'ladi. Ya'ni biroz sepasiz va qotganda o'zidan keyin qatlam hosil qiladi. Ozgina kutasiz, 30 soniyada qotadi degan instruksiyasi bo'yicha plyonka yopishtirganda qatlam, yaltiroq qatlam hosil bo'lganini ko'zingiz bilan ko'rasiz, sezasiz. Bu germetik pasta. Biz hozir Coloplast germetik pastasini ishlatyapmiz. Eng allergiya chaqirmaydigan, eng ommabop bo'lgan pastalardan bittasi. Buni o'rniga Abucel'da germetik pastasini yoki bo'lmasam boshqa firmalarning germetik pastalarini ishlatsangiz ham bo'ladi. Hozirgi ommalashgan taxminan 4 xil pastalar bor, hammasining funksiyasi bitta. Ichakning atrofiga yengil surtib chiqamiz pastasini. Kalso qilib surtib oldik. Buning o'rniga agar sizda chunki bu achishtiradi terini, chunki spirt saqlovchi, teri butunligi buzilgan joylari bo'lsa achishtiradi. Shuni kamroq foydalanish uchun yoki bo'lmasa ekonom rejimda foydalanish uchun shpritska sekin jo'natib, keyin atrofidan siqib, xuddi shunday hosil qilsa ham bo'ladi. Terida stoma, ichak atrofidagi yalanglangan qismlarda agar biroz qizarishlar ko'proq bo'lsa, ozgina diametrni kengaytirishingiz mumkin. Adapter yoki bo'lsam dur komponentli kolopriyomnik bo'lsa ham xuddi shunday plastina qismini kerakli o'lchamda kesib olasiz. Kerakli o'lchamda. Masalan deylik 20 mm kesamiz hozir. Ba'zida mana shu adapterni fen yordamida yoki bo'lmasa boshqa issiqlik manbalari yordamida biroz qizdirib olish tavsiya qilinadi. Biroz, ko'p emas. Chunki kleyda xossalari buzilib ketish ehtimoli bor, shuning uchun biroz deyiladi. Xo'p, mana plyonkasini sekin ochib, keyin sekin yopishtiriladi. Ichakka mos qirqib yopishtirish kerak bo'ladi. Shuni yopishtirib oldingiz. Faqat yopishtirayotganda e'tibor qiling, lipuchkasi tanaga nisbatan gorizontal holatda turishi kerak. Buni yopishtirib bo'lganimizdan keyin bizda qo'shimcha sifatida yarim oysimon plasterlardan foydalansak bo'ladi. Bu plasterlar orqasidan sekin plyonkasi olinib, mana shunaqasiga yopishtiriladi. Yarim oysimon qilib. Shunda ikkita plaster ikki tomondan qo'yiladigan bo'lsa, bu yana ham kengayadi. Va sizda kolopriyomnikni ushlab turish davomiyligi uzoqroq muddatga davom etadi. Xo'p, yopishtirib bo'ldingiz. Endi agar bemorlarda urastoma chiqarilgan bo'lsa, ya'ni siydik qopchasi talab qiladigan bo'lsa, siydik qopchasi qo'yasiz. Agar axlat chiqadigan ichak bo'ladigan bo'lsa, kolopriyomnik qo'yasiz. Ya'ni axlat yig'uvchi moslamalarni o'rnatasiz.
Xo'p, o'rnatish qanday bo'ladi? Birinchi kindik tomondan o'rnatasiz. Kindik tomondan. O'rnatib oldingiz. Pastki qismi yopib qo'yiladi. Keyin zamokcha qismi bor. Buni xohlagan tomondan aylantirsa bo'ladi. Zamokcha qismini sekin bekitib qo'yasiz. Ochish uchun esa kichkina knopkachasi bor bu yerda. Ko'rib turgan bo'lsangiz, shuni sekin bosasiz, ochiladi. Keyin buni qopchasini almashtirish esa yuqoridan o'sha oppoq ushlaydigan joyi bor. Shuni ushlaysiz, pastdagi adapterni bosib turasiz, sekin ko'chirib olasiz. Keyin iloji bo'lsa, mana shu lipochkasidan maxsus belbog'chasi bor. Xohlasangiz oddiy rezinkadan foydalansa ham bo'ladi. Buni shu lipochkasining bir tomoniga qistirib olasiz, bog'laysiz, qorinni aylantirib kelgan holda ikkinchi tomoniga ikkinchi uchini bog'laysiz. Yengil tortib tursa yetadi. Juda ham qattiq tortish kerak emas, chunki rezinaning o'rnida yara hosil bo'lishi mumkin.